Dahshatli avtohalokat. Avazoxun haqida tezkor ma'lumot. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qiziqchi Avazoxun Andijon Qo'qon katta trassasida ayoli va qizi bilan ketayotganida yo'lda uxlab qolib, oilaviy avtohalokatga uchragani, o'sha kunni hayotidagi eng og'ir kun deb hisoblashi haqida gapirib berdi. Ushbu intervyuni esa Daryo muxbiri Firuz Muhammad tashkillashtirdi. Mashinani olganimga endigina 3 kun bo'lgan edi. Uyga vodiyga borib, uydagilar bilan ko'rishib qaytayotganimda shu hodisa bo'lgan. Mashinam dumalab ketgan. Bir payti ko'zimni ochib qarasam, mashinam ag'darilib yotibdi. Qizimni yig'laganini eshitganimdan so'ng hushimga kelganman, deydi Avazoxun. Xudoga shukr, qizimni tekshirtirganimizdan so'ng soppa sog'lomligi ma'lum bo'lgan edi, deydi taniqli qiziqchi Avazoxun.